Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Qo'yliq Vodipitayda. Mana avtobusimiz kirib keldi. Ko'rishinglar mumkin. O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslar. Reyslarimiz haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni. Mana ko'rib. Aka, avtobus qalay, yoqdimi? Avtobus tashqi tuzilishi zo'r. Endi xudo xolasa ichini O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslar. Ayollar mana oldiga chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. 219 01 regionda Qo'yliq Vodipitaydan har doimgidek. Toshkent Moskva kassasi. Bemalol kelib ketishinglar mumkin. Hozir avtobusimizni ichki sharoitini ko'rsataman. Bagajlarimiz ochildi mana. Ayollar mana oldiga chiqadi, birinchi bo'lib o'tiradi. Qali aka, sharoit yoqdimi? Kelaverasiz aka o'zimizga. Avtobuslar aytilgan vaqtda keladi, aytilgan vaqtda ketadi. To'za to'lmasa yuradi. Hozir avtobusimizni ichki sharoitlarini ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. Qola kelasiz, ketmaysiz-a? Mana o'rta eshigimiz ochildi. Hozir sizlarga avtobusimizni ichki sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Kondyorlar ishlayapti. Muzdekkin ekan. Mana mashinaga o'tirib, ayollar Chiqoringlar aka, chiqoringlar. Reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tyapti. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Telefonlarimiz 94li 3074001, 98li 3074001, 90li 27401. Bemalol telefon qilib kelib ketishinglar mumkin. Har bir sideniyada mana zaryadnilar bor. Avtobus ichi hozir muzdek, kondyorlar ishlab turibdi. To'xtanglar, men tushib olay, to'xtanglar akalar. Qo'yliq Vodipitaydan bu reysda ayollarimiz juda ham ko'p. Ko'rishinglar mumkin. Ketmoqchi bo'lganlar kelib ketaverasizlar. Bu tomondan ham mana bagaj ochildi, yuklanyapti. Bemalol telefon qilib kelib ketishinglar mumkin.